Samsung M15 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 6000 mAh litium-ion batareykalar tizimi mavjud. 25 vatt quvvatlagich talab qiladi. 25 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich yuklash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash mavjud. 45% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 38 daqiqa kerak bo'ladi. Hozirda qancha vaqt ishlashi haqida aniq ma'lumotlar berilmagan, ammo taxminiy ma'lumotlarga suyanib ma'lumot beramiz. Internetdan foydalanganda 8 soat 52 daqiqa, videolar tomosha qilishda 12 soat 52 daqiqa, o'yinlar o'ynashda 5 soat 12 daqiqa, kutish rejimida 113 soat, umumiy avtonomik holatda esa 22 soat 27 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.